Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Hong Kong xalqining fidokorligi yo'lsiz qonunning ma'qullanishini kechiktirdi. BBC to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Hong Kongdagi namoyish to'qinishga o'zgargan bo'lsa-mu, Hong Kong xalqining fidokorligi qochqinlarni qaytarish qonunining ma'qullanishini kechiktirgan. Tunugun Hong Kong doiralarining qochqinlarni Xitoyga qaytarib berish qonuniga qarshi o'tkazgan namoyish to'qinishga o'zgardi. Hong Kong yoshlarining o'limdan qo'rqmaydigan, erkinlik uchun o'z hayotini taqdim qila oladigan ruhi dunyo xalqini qattiq ta'sirlantirdi. Xitoy armiyasining Hong Kongda turishliq askarlari namoyishchi xalqni bostirish uchun ko'chaga chiqqanda, yoshlar yo'l to'saqlari bilan ularni to'sgan. Saqchilar yosh oqquzish bombasi atganda, yoshlar chaqqonlik bilan bombani saqchilarga qaytirib atgan. Namoyishchilar saqchilar tarafidan tutib olinib, kaltaklanganda, yoshlar darhol saqchilar to'piga yugurib kirib, yaralang'uvchini botirlik bilan qutuldirib chiqqan. Ikkili tarafda yaralanish ahvollari ko'rilgan. Hong Kong yoshlari jon tikib namoyish qilib, qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lib, butun shahar jiddiy holatga o'tgan. Qonun turg'izish organining ishki oldida saqchilar yoshlarning hukumat binosiga besib kirishidan qo'rqib, hech qanday ogohlantirish bermay qalaymaqan o'q tutgan. Natijada Hong Kong yoshlarining fidokorligi bilan Hong Kong qonun turg'izish o'rni 12-iyundagi ikkinchi qatimliq tekshirishdan o'tkazmoqchi bo'lgan qochqinlarni Xitoyga qaytarish qonunining tasdiqlash yig'inini amalsiz orqaga surgan. Namoyishlar hozirgacha davom qilmoqda. Xitoy, Amerika Hong Kong orqali bizni og'dirmoqchi bo'lsa, 21-asr fojialik asr bo'ladi dedi. Sharqiy Osiyo gazeti to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy Amerikaga tahdid selib, Amerika Hong Kong orqali bizni og'dirmoqchi bo'lsa, 21-asr fojialik asr bo'ladi dedi. Amerika tashqi ishlar bayonotchisi Morgan Ortagus 10-iyundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Hong Kong hukumatining mazkur qonun loyihasidan andisha qilayotganligini, 9-iyundagi namoyishning Hong Kong xalqining bu qonun loyihasiga qarshi ekanligini bildirganligini ta'kidlagan. Shundaqla Hong Kongdagi bir davlatda ikki xil tuzum sistemasining Xitoy tarafidan buzg'unchilikka uchrayotganligini, buning Hong Kongning uzundan buyon davomlashib kelgan alohida o'rniga ziyon yetkazganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 11-iyun bu vaqtda norozilik bildirib, bir davlatda ikki xil tuzum sistemasining haqiqiy turda amaliylashib kelayotganligini, Amerika hukumatining mas'uliyatsizlik bilan Xitoyning ichki ishlariga aralashishini to'xtatishi kerakligini bildirgan. Hong Kong alohida rayon boshlig'i Lin Yue bugun Hong Kongda o'tkaziladigan namoyish to'g'risida to'xtalib, namoyishning Hong Kong yoshlarining kelajagiga ziyonli ekanligini bildirdi. Undan boshqa Xitoyning ovozi hisoblanadigan Yer shari vaqti gazeti 11-iyun maqola e'lon qilib, agar Amerika Xitoyni og'dirib o'tmoqchi bo'lsa, qaytirma hujumga o'tish Xitoyning strategik tanlashiga aylandi. 21-asr fojialik asr bo'ladi deb Amerikaga tahdid solgan. Xitoy Angliya bilan e'lon qilgan birlashma bayonotini ahamiyatsiz tarixiy hujjat dedi. BBC to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy oldingi asrda Hong Kongni o'tkazib olish uchun Angliya hukumati bilan imzolagan Xitoy Angliya birlashma bayonotini hech qanday ahamiyati yo'q bir tarixiy hujjat deb e'lon qildi. Ma'lum bo'lgandek, Xitoy ayni vaqtda dunyo xalqiga Hong Kongni Hong Kongliklar boshqaradi, Hong Kongning siyosiy tuzilmasi o'zgartirilmaydi deb va'da bergan. Ammo Xitoy hozir xalq olam oldida bergan va'dasidan yenib olib, bir davlatda ikki xil tuzum sistemasini tadrijiy o'zgartirishga tirishmoqda. Turkiya yezi egilik ministri Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. 12-iyun Turkiya Cumhuriyeti yezi egilik va o'rmonchilik ministri Bekir Gökdemirli apandi Beykoz belediye raisi Murat Aydın apandi bilan birlikda İstanbulning Beykoz rayoni Bozhani yezisida ko'ktatchilik bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlarni ziyorat qildi. Uyg'urlar ziyoratga kelgan ministr va shahar boshlig'ini Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlari bilan qarshi oldi. Ministr Uyg'urlar parvish qilayotgan ko'ktatlarni bir-birlab ko'zdan kechirdi. Zulmdan qochib Turkiyada panohlangan bu Uyg'urlarning Turkiyaga tayinib olmasdan g'ayrat bilan tirishib ko'ktatchilik bilan shug'ullanganligidan suyungan ministr ularga rahmat etdi va ularni har doim qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi.
Germaniya Xitoyga qarshi Amerika bilan birlashishi kerak. Türkiye Sol xabarlari to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Germaniya bosh ministri Merkelning partiyasi bo'lgan Xristian Demokratlar ittifoqi partiyasining raisi Kramp Karrenbauer Germaniyaning Xitoyga qarshi Amerika bilan bir safda turishi kerakligini bildirdi. Kramp Karrenbauer Xitoyning kuchayishining Amerika va Yevropaga qiyinchilik tug'dirganligi, shundaqla Germaniyaga xatar bo'lib hisoblanganligini bildirib, Trump hukumatı Xitoyga qarshi harakat qilayotgan vaziyatda Germaniyaning Amerika bilan o'rtaq nuqtaga kelishi kerakligini, Xitoyning amaliyotda Germaniyaning iqtisodiy raqibi ekanligini ta'kidladi. Germaniya yaqinqi necha yildan buyon Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirib kelgan bo'lib, Kramp Karrenbauerning bu bayonoti Germaniya bilan Amerikaning bir safga kelishi uchun muhim ahamiyatga ega ekan. Trump Xitoy bilan Hong Kongning masalani muvofiq yo'l tepib hal qiladiganligiga ishonaman dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlar to'g'risida to'xtalib, Xitoy bilan Hong Kongning masalani muvofiq yo'l tepib hal qiladiganligiga ishonganligini aytdi. Trump Oqsaroyda taratqular mansublarining kun tartibga aloqador savollariga javob berib, Hong Kongdagi namoyishlarning hozirgacha qilingan eng cho'ng namoyish ekanligini eskartib, ham Xitoy ham Hong Kong uchun muvofiq natija bilan oxirlashishini umid qilaman. Bu namoyishlarning nimishqa o'tkazilganligini tushunaman. Biroq ishonamanki, ular, ya'ni Xitoy va Hong Kong masalani hal qila oladi. Hong Kongliklar Xitoy bilan masalani hal qilg'usi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Morgan Ortagosmo ministrlikda o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Hong Kongdagi barliq taraflarni so'g'oqqan bo'lishga chaqirdi. Hong Konglik amaldorlarni xalqarodagi aktyorlardan tavsiya olishga chaqirganliklarini ta'kidlagan Ortagos, buning bilan birlikda barliq taraflarning namoyish qilish huquqiga hurmat qildiganliklarini so'zlariga ilova qildi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida 3 aprelda majlisga sunilgan qonun loyihasi gumondorlarning Xitoy cho'ng quruqligi, Avmin alohida ma'muriy rayoni va Tayvanga qaytirib berishini qolaylashtirdi. O'qituvchilar bo'lsa, qaytirib berish qonuniga kirgizilgan bu o'zgartishning Hong Kongning erkinligini yo'qotib tashlaydiganligini ilgari surmoqda. O'qituvchilar qonun ma'qullanib qolgan taqdirda buning Xitoyning Hong Kongdagi siyosiy o'qituvchilarni zarba obyekti qilishi bilan natijalanishidan ansirmoqda. Qonun loyihasiga qarshi namoyishlar hozirmi davomlashmoqda. Alma şirketi zarur tepilsa mahsulotlarni Xitoyning sirtida ishlab chiqaradi. Bloomberg to'rining xabarida bildirilishicha, Alma shirkatining eng asosli ishlab chiqarish sheriki bo'lgan Tayvan markazlik Foxconn deb ataladigan Xonxay shirkati mas'ullaridan Yong Liu, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy orasidagi savdo urushi texmo avj elib ketgan taqdirda Alma shirkatiga har jihatdan hamdam bo'lganliklarini bildirdi. Yong Liu navbatda 25% mahsulotning Xitoyning sirtida ishlab chiqarilayotganligini, Alma shirkatining Hindistonga mablag' solganligini, shirkatning talablarini o'rindash uchun yetarli kuchga ega ekanliklarini qayd qildi. Alma shirkatining texi Xitoydan chekinish yo'l yo'riqi tushirilmaganligini tilga olgan Liu yana xaridorlarning ehtiyojlariga asosan shirkatning ishlab chiqarish o'rnini har qanday bir o'ringa yo'tkash kuchiga ega ekanligini aytdi. Bu jarayonda Foxconn shirkatining Alma X-ray telefonlarini Hindistonning Chennai shahrida ishlab chiqarish uchun sifat tekshirishi elib berayotganligi, yaqinda yurishlashtirib ishlab chiqarishni boshlashni planlayotganligi eskartildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi savdo ta'tir farqini tugatish uchun 2018 yil martda birinchi bo'lib Xitoydan import qilinadigan quyosh energiyasi taxtaylari va alyuminga qo'yiladigan tamojni bejini oshirish bilan boshlangan Amerika-Xitoy savdo urushi vaqtning o'tishiga ergashib, qarama-qarshi holda boj o'stirishlar orqali avjiga chiqqan edi. Huawei'ning Androidni ishlatishining cheklanishidan keyin ikki davlat texnologiya sohasida bir-biriga qarshi qadamlarni tashlagan edi. Xitoy Sharq Turkistonda atalmish diniy oshqunlik qalpiqi bilan odam tutishni davomlashtirmoqda. Yaqinda Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi tor bexatarligiga xiloflik qilgan 10 kishini ayrim-ayrim ma'muriy ishlar va jinoiy ishlar bo'yicha tutib turgan. Xitoy xabarlari to'rining 12-iyundagi sonida e'lon qilingan munosabatli xabarda ma'lum bo'lishicha, tutib turilgan bu 10 kishining tizimdagi ishida 3 Uyg'ur, 1 Qozoq va 1 Qirg'iz bor ekan. Bularning tutib turilish sababi tor supisini ishiltib, terrorlikni, diniy oshqunlikni va bo'lgunchilikni targ'ib qildigan rasm, sin ko'rinish va xatlik mazmunlarni saqlagan va tarqatgan ekan.
Xabardagi qiziq nuqtalarning biri tizimlikdagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlar jinoiy ishlar bo'yicha, Xitoylar bo'lsa ma'muriy ishlar bo'yicha tutib turilgan. Uningdan boshqa yana tizimlikning ostiga tor bexatarligiga xiloflik qilganlarni ma'lum qilganlarga suyunchi berildiganligimi alohida eskartilgan va munosabatlik o'rinlarning aloqalashish uchurlari ta'minlangan. Kuzatuvchilarning bayon qilishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni atalmish terrorlik va diniy oshqunlik nomida tutib tekshirishi rayonda odam tutish to'lqinining izchil kuchayayotganligidan derak beradi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.